Xo'sh, Qozog'istonni tepada yozilgan Mayak degan joydaman. Soat 7 dan o'tdi. Endi damni olamiz, ertalab 6 larga qarab kun yorish bilan yuramiz Chimkentga qarab. Oldimizda yana taxminan 1700 kilometr masofamiz bor. Inshaalloh Alloh quvvati bilan, sizlarning duolaringiz bilan O'zbekistonning chegarasiga boramiz. Mayskiy tamojniga. Shunaqa gaplar. Katta stoyanka. Mana. Teskari bilan Mayak deb yozilgan, furachilar biladi bu yerda. Endi asosan shu bemalol yotib, dam olib, ovqatlanib, ertalab chiqib ketaverasiz. Duoda bo'lib turinglar. Inshaalloh yana 3 kunlik safarimiz bor. Iloji boricha kechqurun yurmayman. Ertalab tongdan 7-8 gacha yuraman. Bugun ertalab emas, soat 10 larda yo'lga chiqdim. 8-7 gacha 570 kilometrda bosib keldim. Shunaqa gaplar.